Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 18-aprel kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Ko'ra dollarning rasmiy kursi 36 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12128 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,212,846 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 26,34 so'mga pastlab, 1 yevro 14,304 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,430,000 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0,38 tiyinga pastlab, 1 Rossiya rubli 159 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 159,000 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro va rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.